ko'rishinglar mumkin. Vafshi cho'tki holatda chiqdi. Burchaklari, liniyalari mana qattiqliklari zo'r. 125 kilo sement qo'shiladi 12 tasiga. 10 kilo 400 dan to'g'ri keladi har biriga. Hammasi kesib pastga tushadi. Shu diskga teganda o'sha orqaga qaytadi, keyin chiqib o'chadi. Do'stlari bilan Mishalka Zavodskoy Altayskiy stroy parraylari bilan. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Yakatutdamiz. Bu yerga gazoblok apparaturalarini olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, bu yerga jami 17 komplekt qolib bo'lgan. Rivojdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, mana bunimiz yarim kubalik mishalka. 2 tonnalik suv bachok, shu 120 litrlik suv bachok tentlari bilan, yangi nasoslari bilan mishalka Zavodskoy Altayskiy stroy parraylari bilan ximikatlari hamma yo'g'ini o'zimiz olib kelganmiz. Ximikatlari ham bor o'zimizda. Bu yoqda mana avtomat reska. Bu qoliplarga bugun quyildi. Mana hammasi ishib chiqqan, birortasi hali brakka chiqqani yo'q. Kecha 2 qolip quygan edik. Mana bular terib qo'yildi. Zakonniy holatda chiqqan, vobshe zo'r. Bugun abitgacha 10 qolip quyishdi. Hozir bularda ham mana bular avtomat reskada kesilib o'tdi. Faqat buni ham hozir kesishlarini ko'rsatib. Bu yerga jami xo'p $7000 shu apparatlarni olib kelib o'rnatib berdik. Bu kesishlari avtomat reskada aniq millimetrgacha to'shni kesib beradi. Avtomat reska mana hozir bitta knopka bilan ishladi. O'zi avtomatik kesib pastga tushadi. Shu diskga teganda o'sha orqaga qaytadi, keyin chiqib o'chadi. Mana o'sha yetib bordi. 4 sekund kesadi. Qaytib orqaga ko'tariladi. Yaxshi holatda avtomat reskada kesiladi. Bu gazobloy olmoqchi bo'lganlar bemalol ekranda nomerlarga telefon qilaverasizlar. Ekranga gazobloy chakamizni telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Mana gazobloyning holatlari ko'rishinglar mumkin. Vafshi cho'tki holatda chiqdi. Burchaklari, liniyalari mana qattiqliklari zo'r. 125 kilo sement qo'shiladi 12 tasiga. 10 kilo 400 dan to'g'ri keladi har biriga. Mana shunaqa gazobloylar kimga kerak bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sherzod aka o'zi yetkazib beradi. Narxlari o'sha kelishilgan holatda telefon qilsalaring hammasi aytiladi. Gazoblokka javob o'sha o'zimiz sostavda qo'yilyapti. Mana taniq chiqqan yonlari, burchaklari. Xo'p, endi kimga shunaqa gazoblok liniyasi, apparatlari va gazoblokka qo'shiladigan ximikatlar kerak bo'lsa ham bemalol o'zimizga tevadagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib, yetkazib ishga tushirib beramiz 100%. Xudo xolasa o'sha bitta urinishdayoq bloylar vobshe cho'tki chiqdi. Ular ham mana o'sha kesishga tayyor. Birma-bir olib kesilyapti mana holatlari. Qoliplar yamalmaydi. Mana zazorlari vobshe yo'q, zamaska qilinmaydi. Shunday yog'lanadi-yu, quyiladi. Mana ximikatlar, alyuminiy pudra, kalsiy soda, natriy sulfat, u yoqda mana fibra bor qopda. Shu 4 xil narsa qo'shiladi. Hammasi o'sha davlat standartlariga javob beradi gazobloylar. Bemalol shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gazobloylarimiz ham sotuvga o'zi chiqdi. Kecha quyilgan, ertadan mana kuniga 300 tadan gazoblok chiqaveradi. Bemalol telefon qilaverasizlar.